Bugun ofisimga tovarlar emas, sovg'alar keldi. Ko'rsataman sovg'alarni, qaranglar. Nabor, qoshiq nabor, pichoq nabor, vilka, kichkina qoshiq, katta qoshiq, xullas hammasidan bor. Qaranglar, mana bu qo'l ishi, hammasi yozilgan, chizilgan nimalari Faberlik Home deb yozilgan. Faberlik uchun ishlab chiqarilgan bu mahsulotimiz. Vau, buni qaranglar. Hammasi bitta qizga sovg'a. Mana buni ichiga har xil tortlar, har xil issiq ovqatlar solib qo'ysanglar ham issiqqina ushlab turadi. Chiroyli qilib piroglarni solsanglar bo'ladi. Hamda mana shunaqa sok soladigan mahsulot. Keyingi partiyada stakanlari ham bor. Bu stakansiz yutgan qizlarimizning sovg'alari. Faberlik kompaniyasida ishlab, katta sovg'alarni, shunaqa chiroyli asal sovg'alarni olishingiz mumkin. Bemalol Meduzaga bog'lanishingiz mumkin. Hammasini o'rgatib, qanday qilib olishlarni o'rgatib boraman.